Teri nega quriydi, yoriladi, soch siyraklashadi, bo'g'imlarda og'riq paydo bo'ladi? Sabab o't qopida bo'lishi mumkin. O't qopi suyuqligi yordamida organizm o'zidan toksinlarni, ortiqcha gormonlarni chiqarib tashlaydi. Safro foydali yog'larni so'rilishini ta'minlaydi. A, D, E, K vitaminlarini o'zlashtirishga yordam beradi. Agar o't qopida muammolar bo'lsa, u yaxshi ishlamasa, unda qorin dam bo'ladi, diskomfort, og'irlik hissi seziladi. Og'izda achchiq ta'm, yog'li ovqatlardan ko'ngil aynishi, ularni hazm qila olmaslik, ichaklarda брожение, ya'ni bijg'ish, izjoga, ya'ni zarda paydo bo'ladi. Natijada vitaminlar defitsiti, teri nursiz, quruq, rangsiz bo'lib qoladi. Sochlar jonsiz, jilosiz holatga keladi. Bo'g'imlar og'riy boshlaydi. Yechim: o't qopi faoliyatini tiklash. Buning uchun eng avvalambor antiparazitar tozalov qilish kerak. Safroni suyuq hamda sifatli oqishini ta'minlash kerak. Organizmga quloq soling. U o'zidagi nosozliklar haqida doim signal beradi. Prosta biz uni eshitishni bilmaymiz. O't qopi sog'lom bo'lsa, u yaxshi ishlasa, yoshlik shuncha uzoq vaqt davom etadi. Sizda yuqoridagi belgilarning qaysilari ko'p uchraydi? Kommentariyda yozib qoldiring. Salomatlik haqida yanada ko'proq ma'lumotlar mening Telegram kanalimda. O'tish uchun havolani profil shapkasidan topasiz.